Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, qadrli vohadoshlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 124-sonli Prezident farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi dasturimizga ushbu farmon bo'yicha jarayonlar va ma'lumotlar olish maqsadida Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi Surxondaryo viloyati bo'linmasi boshlig'i Nuriddin Jumayevni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Nuriddin aka. Assalomu alaykum. Nuriddin aka, yuqorida ta'kidlab o'tgan Prezident farmonining ijrosi qanday ketyapti va ularning jarayonlari haqida biz bilan o'rtoqlashsangiz? Ta'kidlab o'tilganidek, Prezidentimizning qayd etgan shu qarori asosida, farmoni asosida mamlakatimizda juda so'nggi yillarda izchil ishlar davom ettirilmoqda. Ya'ni nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlarini faoliyatini huquqiy jihatdan ta'minlash yuzasidan qator farmon, qarorlar qabul qilindi, qonun va boshqa me'yoriy hujjatlar qabul qilindiki, bu o'sha nodavlat tashkilotlarning faoliyatini huquqiy asosi yaratib berildi. Mana bu farmon asosida, qayd etilgan farmonimiz asosida shunaqa ishlar joriy etildiki, mana farmon qabul qilingandan buyog'i Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi, bundan tashqari xalq deputatlari, viloyat kengashlari huzuridagi Jamoat fondlari faoliyati tugatilib, ularning Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondiga filial sifatida qo'shib berildi va vakolatlari imkon qadar kattaritildi. Endi asosan mana shu farmonda ko'zda tutilgan narsalarni biz agar sanab o'tadigan bo'lsak, avvalo davlat grantlari, ijtimoiy buyurtmalarni amalga oshirish va ularni ro'yobga chiqarish borasidagi shaffoflikni ta'minlashga asosiy e'tibor qaratildi. Mana hozirgi davrgacha agar bizda mana shu davlat grantlari, ijtimoiy buyurtmalar uchun hamma tanlovlarga murojaatlar nodavlat tashkilotlar tomonidan ariza asosida murojaat qilib kelingan bo'lsa, endi mana 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab mana shu NGO.uz dasturi elektron portal ishga tushirildiki va mana shu portal asosida jarayonni hammasini har bir nodavlat notijorat tashkiloti, ommaviy axborot vositalari, mahalla fuqarolar yig'inlari o'zlari mana shu elektron kalitlari orqali dasturga kirib, o'zlari e'lon qilingan tanlovlarda faol ishtirok etishi, tanlovni ketishi, arizalarni ko'rib chiqilish jarayonini butun davomini o'zlari nazorat qilib borib, o'rganib borishlariga sharoit yaratildi. Endi bundan tashqari shu farmon asosida shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hozirgi davrgacha nodavlat tashkilotlari grant va ijtimoiy buyurtmalar tanlovlari bo'yicha oladigan daromad solig'i va yagona ijtimoiy to'lovlar bo'yicha 12% dan jami 24% soliq to'lab kelishar edi. Mana shu farmon qabul qilingandan keyin esa to 27-yil 1-oktyabrga qadar mana shu farmon asosida bundan keyin e'lon qilinadigan grant tanlovlari, ijtimoiy buyurtmalar bo'yicha oladigan daromad solig'i, ya'ni xodimlarga beriladigan ish haqidan daromad solig'i hamda to'lanadigan yagona ijtimoiy to'lovlar 50% ga qisqartirildi. Ya'ni 6% daromad solig'i to'lashadi va bundan tashqari 6% yagona ijtimoiy to'lovni to'lab borishadi. Endi bu o'zgarishlardan yana bittasi shundan iborat bo'ldiki, oldingi mana shu bundan keyingi tashkil etiladigan to 27-yil 1-oktyabrgacha 3 yil davomida qabul qilinadigan nodavlat tashkilotlari, yangidan tashkil etilayotgan ayollar, nogironlar huquqlarini himoya qilish borasida faoliyat olib boruvchi tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar tashkil etilganda ulardan undiriladigan davlat boji 50% miqdorida kamaytirildi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, mana bu ta'kidlab aytdik boya arizalar bilan murojaat qilinardi deb, endi esa faqat har bir tashkilot o'zi arizasi elektron raqamli ключ orqali o'sha dasturga, elektron portal dasturiga kirib arizasi jarayonini kuzatib boriladi va mana shu butun jarayonda nima ishlar, qaysi jarayonda u kishining arizasini ko'rib chiqilish jarayoni qaysi bosqichda ekanligini bevosita nazorat qilib boradi. Bundan tashqari o'zgarishlardan yana bittasi davlat tashkilotlariga mana shu o'zlarini byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan
nogironlar nodavlat tashkilotlarga ijtimoiy buyurtmalar berish miqdorini bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravarigacha bo'lgan miqdorda to'g'ridan to'g'ri shartnoma tuzib, shu grantlar yoki ijtimoiy buyurtmalar uchun mablag' ajratish vakolati berildi. Nuriddin aka, hozir aytib o'tganingizdek, ushbu jarayonda faol ishtirok etgan xodimlarni rag'batlantirish choralari qanday ko'rilyapti va ular qanday ko'krak nishonlari yoki boshqa sovg'alar bilan taqdirlanyapti? Shu haqida biroz o'rtoqlashsangiz. Farmonda ko'zda tutilgan o'zgarishlar, yangiliklardan yana biri, xabarlaringiz bor, har yili Oltin qalam milliy mukofoti ta'sis o'tkazib boriladi tanlovlar va mana shu tanlovlarda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini eng yoritgan ommaviy axborot vositalariga alohida mukofotlar, alohida tanlov loyihasi e'lon qilindi. Bundan tashqari mana shu mamlakatimizda har 2 yilda bir marta fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun ko'krak oldindan ta'sis etilgan ko'krak nishonini bilan taqdirlash vakolati parlament komissiyasiga berildi va mana shu 24-yil faoliyati yakunlari bo'yicha viloyatimizda faoliyat olib borayotgan ayol va zamon, ayollar va yoshlarni ijtimoiy himoya qilish markazi va bundan tashqari millatlararo do'stlik masalalarini targ'ibot qilishda eng faol bo'lgan Rus milliy madaniy markazi rahbarlari Gulnara Jabbarovna Xadjaniyazova hamda Nina Aleksandrovna Fyodorovnalar mana shu mukofotga loyiq deb topildilar va respublikada o'tkazilgan simpoziumlar saroyida bularga bu mukofotlar tantanali ravishda taqdim etildi. Farmonda keltirib o'tilganligi kabi shaffoflikni ta'minlash va byurokratiyaga chek qo'yish maqsadida yagona elektron platforma ishga tushganligi haqida ham gapirib o'tdingiz. Shu haqida ham to'liqroq bizga ma'lumot bersangiz. Yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, yagona elektron platforma joriy etildi deb. Mana shu elektron platformani asosiy afzalliklaridan bittasi shundan iboratki, har bir tashkilot arizasini yuborib, qilib natijasi nima bo'ldi haqidagi savollar uni doimiy qiynab bormaydi-da. Bundan keyin butun jarayonda mana shu bugun arizasini taqdim etdi. Arizasi qachon ro'yxatga olindi Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondida. Bundan keyin parlament komissiyasiga qaysi sanada o'tkazildi va parlament komissiyasi a'zolari tomonidan ko'rib chiqish jarayonini o'zi bevosita kuzatib borishi va qabul qilingan qarordan xabardor bo'lish imkoniyati yaratildi. Endi bu yerda shu narsani ta'kidlab o'tib ketishimiz lozim. Nodavlat tashkilotlari bundan keyin elektron kalish bilan ishlash va elektron raqamli imzo bilan ishlash anavisiga jiddiyroq e'tibor berib, har bir ommaviy axborot vositasi vakillari, nodavlat tashkilotlar, bundan tashqari fuqarolik jamiyati institutlari, ya'ni mahalla fuqarolar yig'inlari bunga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim bo'ladi. Endi o'zgarishlardan yana bittasini ta'kidlab o'tish kerakki, bundan keyingi e'lon qilinadigan tanlovlarning barchasi aholini u yoki bu qiynab kelayotgan u yoki bu muammosini hal qilishga qaratilgan, ya'ni manzilli dastur yaratildi. Qaysi bir qishloq aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash yoki eskidan qurilib hozirgacha foydalanib kelinayotgan elektr tarmoqlarini yangi zamonaviy simlari bilan almashtirish, stolbalarini almashtirish masalasi yoki bo'lmasa nogironligi bo'lgan, iqtisodiy sharoiti og'ir bo'lib qolgan, lekin davolanishga muhtoj fuqarolarni davolashga qaratilgan mana shu aynan ijtimoiy muammolarga manzilli mablag'lar ajratilib, bularni ijrosi yuzasidan doimiy qilib xalqni hammasini natijasi bitta narsa, xalqimizni roziligini olish, xalqimizni kayfiyatini ko'tarishga qaratilgan yangiliklar mana shu farmon asosida yaratib berildi. Nuriddin aka, bugungi tashrifingiz uchun sizga kattakon tashakkur. O'ylaymanki, bu suhbatimiz, savol-javoblarimiz xalqimizga kerakli o'zlari uchun javoblarni olishga yetarli bo'ldi. Efir orqali yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.